Assalamu alaykum, sevimli azizlar. Hammalarning şoxtanlar xayrlik bolsun. Bugun biz dunyodagi mashhur jamoatlarning farzand tarbiyasi nomli kitobdagi 3-bob Gaytis jamoati haqidagi mazmunlarning davomini o'qiymiz. O'smir Bill Gaytis fantaziyalik hikoyalarni berilib o'qish orqali olim bo'lishni o'ylagan. Bill Gaytis bankir oilasidan kelib chiqqan bo'lib, dadasi mashhur advokat, onasi ijtimoiy aloqa sohasidagi mashhur ayol edi. Gerçi u kichikdan tatib sharoiti afzal oilada cho'ng bo'lgan bo'lsa-mu, ammo to'liq o'tir maktabda o'qiyotgan chig'idan boshlab ta'til kunlarida boshqa shirkatlarda ishlab pul topgan. Bu nuqta qarta ba'zi boy oilalarning farzandlari boshqa shirkatda ishlasa, ota-onasi jamiyatimizni nomus qo'yding deb qarashi muqarrar. Ammo Bill Gatesning ota-onasining pozitsiyasi tamoman aksicha bo'lib, ular qarshi chiqish tugul o'g'lining bu xil harakatini qo'llagan. Chunki ular faqat mushunday qilganda bolaning mustaqillik iqtidorini chiniqtirg'il bo'ladi deb qaragan. Agar bolaning o'zi shunday qilishni xohlasa, texmi yaxshi bo'lmamdi? Ehtimol bankir oilasidan kelib chiqqachqamikin, Bill Gates kichkidan boshlabla moliya boshqarishga moyir edi. Billning nurg'un qiziqishlari kichkidanda gavdalanishga boshlagan bo'lib, u fantaziyalik hikoyalarga bakrak qiziqadigan bo'lg'achqa, u hozirmi fantaziyalik film Planet sirliq kemasining qizg'in havaskorlaridan biri. Bill 7 yosh vaqtida Seattleda Dunyo fan texnika yarmankasi o'tkazildi. Yarmanka oxirlashgandan keyin qizg'inlik urg'ib turgan Bill Gates olim bo'lish orzusini ko'ngliga pukidi. Ayni chog'da endi 7 yoshga kirgan Bill Gates ensiklopediyani boshdan oxir o'qib chiqishni qaror qildi. U jarayonda o'ylamasdilla ulug' odam va ulug' ishlarga cho'nqur mastani bo'lib ketgan edi. U Roosevelt, Napoleon qatorliq tarixiy shaxslarning tarjimalini o'qishga boshlagan. Bo'libmi Napoleonning barliq kechirmishlarini bilishga intilgan. U maktab kirgandan keyin hammada muvaffaqiyat qozonadigan bolaga aylangan. Bill Gatesning balalik chog'laridagi og'aynisining aslimsiga asoslanganda, Bill Gates mayli yozishchilik yoki musiqa o'rinlash bo'lsin, kunlik ishni shu kun o'rinlashga odatlangan. Bill Gates har qaysi taraflardan boshqalardan ustun turishni ko'zlagan. Bir qaytim boshqalarga o'ttirib qo'ymaslik uchun bir qancha betli yozilgan dokladni 30 betlik ilmiy maqola qilib yozib tayyorlagan. Odatdagi ahvolda ziyoda talantlilarning turmush iqtidori tuvarak bo'ladi. Shunlashqa Bill Gatesning ota-onasi uningga turmush o'rganish fursati yaratib bergan. Uni yozliq lager, cho'yli to'p, muz teyilish qatorliq tanarkat turlariga qatnashishga ilhomlantirgan. Bir jihatdan onasi Billdan qonuniyatga bo'ysunishni talab qilib, haftada o'xshamagan rangdagi kiyimlarni kiydirsa, yana bir jihatdan Billga ba'zi ishlarni g'arazlik o'rinlashtirib, uningda tartiblik g'izolanish odatini yetildirgan. Kim Bill Gates har qanday ishni qilishdan avval atrofli planlaydigan bo'lgan. U bu xil fazilat va vaqtni sarf qilmaydigan isl odatni onasidan o'rgangan. Bill Gates har kun saharda soat 3 da turib, kam deganda 1 soat, hatto oxiri 2 soat kitob o'qish odatini hali ham davomlashtirib kelmoqda. Kitobxo'mar Billning ovchilik qatorli qarqay sayga chetildigan ham o'zi yoqtiradigan nurg'un kitoblari bor. U intayin yaxshi ko'radigan vakilli kitoblardan Buyuk Gates, Bug'doyli qarovuli, G'aribona tinchlik va Medicine bozori ko'riki qatorliqlar bor. Bill Gates har kuni 1 soatdan ko'proq kitob o'qishni qat'iy davomlashtirib qolmasdan, balki yana kundalik gazeta jurnallarni o'qigan. Biz gazeta jurnallarni o'qiganda maqolaning oz ko'pligiga qarab xabarning qimmatiga hukm qilamiz. Hamda o'zimizning jamiyatni ko'zitish nazarimiz va iqtidorimizni yetildiramiz. Aksicha to'r xabarlaridan aloqador uchurlarga ega bo'lsaqmi, ammo shu xabarlarning kishilarning diqqatini tortgan yoki tortmaganligiga aldirab hukm qilolmaymiz. Sevimli azizlar, mush yerda yana chiqadi kitob o'qish haqidagi gaplar. Mayli bugungi kundagi uchur, aloqa, bu xil to'r qanchalik taraqqiy qilsin, men qog'oz ustidagi qo'limizda tutib turib o'qiydigan kitobning o'rnini menga bosolmaydi. O'xshash narsani o'qisaqmi, o'xshash bo'lsa-mu, mazmun o'xshash kitob balkim ba'zimiz ilk kitob o'qiyman deyishimiz mumkin. Albatta, endi har kimning hozir yetildirgan odatlari, kitob o'qish odatlari o'xshamaydi. Ammo mush Bill Gates o'zi mush elektron sohasi, hozirgi yumshoq detal bo'lsin, kompyuter sohasining otisi turib, ya'ni o'zi qog'ozda kitob o'qiydi. Qog'oz kitobni o'qiydi. Vatanimizda kitob o'qish yili barpo qilish, uning orqasidan kitob o'qish degandek tashabbuslar bilan hatto to'ylardim kitoblarni sovg'at qilgan, mana shunday bir ishlar avjiga chiqqandi. Buning yaxshi ta'sir bo'lganmi deganda bo'lgan. Bugungi kunda hozir hammamiz
Avazlıq kitaplar bağlap ketdi hər xil. Ondan başqa kişilər oldurash dese texi, amma telefonda o'tkazadigan vaqti qanchalik? Masalan, bir kunda yarim soat kitob o'qish desa, shuna uzun tuyuladi. Shuni izchil davomlashtira olmaymiz. Hatto mushu kitobni o'qishni hozir bizningki to'pimizda 600 ga yaqin kishi bor-ku. Qanchalik adam anglayotganligimda diqqat qilaman. Mushu yarim soatdan o'qigan kitobni anglashqimi nurg'unlar izchil davom qilolmay qolamiz. Bu bek muhim. İşler bek yo'g'on bo'lg'achqa buni qilolmay emas. Oddiy ishlarni yaratmay, qilmay hayotimizda cho'ng o'zgarishlarni barpo qilolmaymiz biz. Shunga bu yerda yana ta'kidlaydiganim kitob o'qishni cho'qim odatga aylantiraylik. Qo'limizda kitob ko'rgani yaxshi bolalarningmi, o'zimizning kitob o'qiganimiz intayin afzal. Shu bolalar kitoblarini oldimizda men bir bolalar kitoblarini, yaxshi bolalar kitoblarini tavsiya qilay. Bill Gates bugungacha har haftalik gazetning boshdan oxirigacha hammani o'qib chiqishga odatlangan. Chunki u gazetni o'zining nazar doirasini kengaytirishda foydasi bor deb qaragan. U ilm-fan yoki iqtisod jihatdagi gazetlarni o'qishdan ilgari va o'qib bo'lgandan keyin o'zida hech qanday o'zgarish bo'lmaganligini bayon qiladi. Undan boshqa axborot betidagi xat sonining ko'pligiga asosan gazeta o'qiganda o'zi qiziqadigan sohadagi uchurlarni o'qib qolmasdan ba'zida yana o'ziga tamoman yo'chun bo'lgan qiziqarli xabarlarni qoldirmay o'qigan. Mana bu kompyuter shoyi aytgan gazeta to'g'risidagi sir. Dunyodagi ko'plagan kishilar gazeta o'qishni yoqtirmaydigan. Lekin Bill Gates tanbehni anglagandan keyin biz gazeta o'qishning nazar doirasini kengaytirgan haqiqiy bir bilimon bir ekanligini tushunib yetdik deyishgan. Men gazeta haqidagi gap Kennedy jamoatidan chiqqandi. Shunami shu chaqda men hammanglarga bir savol tariqasida bir narsani o'tirib qo'ygandim. Hozirgacha shu chataga chiqqandan keyin sizlar gazetaga yozildinglarmi desam, hech qanday bir kishidan javob kelib baxmadi. Va biraylan qaysi gazetga yozilsaq bo'lar xonim deb mendan so'rabdiki, men izlanyapman bu haqda. Chunki men bu yerga kelib yozilib baxmadim. Lekin Uchqun gazeti. Shu o'tganda balkim hammanglar diqqat qilgan bo'lishinglar mumkin. Shu Cumhuriyet bayrami kunining ertasi ona til to'r maktabi maxsus bir faoliyat qildi va Uchqun gazetininki somkalarni ko'rgan bo'lishinglar mumkin. Faqat gazet topolmasanglar, men hozir menlarga tavsiya qilay. Gazet topolmagan emas, shu Uchqun gazetiga mushtari bo'linglar. Hozir bolalarimiz uchun. Chunki Müşahede şuna bir hikayeni isim kelib qoldi sizlarga o'rtoqlashay. Men 2007-yil xizmatga chiqdim. Shu vaqtida men ishlagan maktabda bir ma'lum bo'ldi-da, o'zi xansli o'qituvchisi. Shunda yuvosh, bek oddiy-sodda, ondan azroq bir jismoniy jihat qusur bor bir ma'lumdi. Lekin hammalar shuni hurmatlaydi. Bek fazilatlik, qattiq bilimlik ma'lumdi-da. Bir kun hammalar ukamizlar bek kitob o'qiydi ekanlar. Osh ma'lumningki bekchaq kitob bor. Aş malum şunda kitap haltısı dedi şu. Dedim şunu olan bir kere məxsus şu malumdan ki dedim ben. Ben seninki şu kitaplarını bekçaq dep anladım. Öylerge berip kitaplarını ziyaret qilib gelsem bulamdı desem. Oyfkam maqul. Keling açыңыз bab şu günü tamaq qilib tursak o bu dedi. Bir günü badım. Amda to'g'risi tizib qo'ymabdi kitapni. Bir uy boshdan oxir tutdim. Liqqidi kitap. Qarab baxsam, yiliq yezib fen texnikasi, muxbirlar ishi deydigan jurnaldan tortib, yiliq ko'chat tikish, olma ko'chirish, fen texnik bog'bonchilik, u bu deganda kitoblar turdi. Ma'lum bu kitobni nima qilasizlar? Dedim-chu. Desam, oshchaqda menga deydi. Uyg'ur yezqida chiqqan kitoblar bo'lsa, amal qilib saqlab qo'yishga tirishaman. Chunki Ertogün muşu nesler közümüzge sürüdüğün tut yağa oynayıp qilishi mumkin. Hammadan to'rda o'qalayma, telefonda badab kitap almasa, bu neshriyatlar pul topamasa, kitaplar besilmasa, bizning yeziqimiz qanday davomlashadi dedi-chu. Qanday davomlashadi? Millatni mushta so'yimiz ukam dedi. Shunchalik ta'sirlanib ketgandim. Ayoliga bo'lgan hurmatim shunchalik oshgan. Bu oladigan 2-4 tal maoshingni ming qo'y. 2017-yilda 900 ming qo'ylar atrofida. Bu maoshingni nariga olasan? Men choy o'ynaydim, mening menda esil uyam bo'lsa bo'ldi, haq cho'ng shoqib ketdi, u bu deb urishmaganmidi deb o'ylagandim-chu.
Ayoliga bo'lgan hurmatim, ash ma'lumga bo'lgan hurmatimdek yuqori bo'lib ketgan ash chaqda. Demakchi o'g'limda, millatninki mavjudligi va taraqqiyoti bekchiq taraflarni o'z ichiga oldi. Bekchiq taraflarni o'z ichiga oldi. Buning shu eng asosiy ana umurtqa qismida til va yoziq turdi. Chunki til va yoziq ma'naviyatni tashkil qilg'ichi butun shu kultur deymiz, tarix deymiz, madaniyat, adabiyot hamma nimani to'shiydi-chu. Shunda o'g'achqa tilni qo'g'dab qelish uchun shunda amaliy, masalan, ashta gazetlar, to'rt quloq jurnali bo'lsin, siyrat jurnali bo'lsin, uchqun gazeti bo'lsin, undan keyin shu muajiratda nashrdan chiqayotgan har xil kitoblar bo'lsin, hammasini cho'qim imkoniyatning boricha har oyda ma'lum bir balkim o'qimsam nima qilaman ilib deyishim mumkin. O'qimsanglim ab saqlab qo'yinglar. Nashriyatchilikning taraqqiyoti uchun. Shirkat qurilib 11 yildan keyin, ya'ni 1986-yili ular ayrim-ayrim millionerga aylangan. O chaqda Bill Gates aran 31 yosh edi. Hozirgacha bo'ytoq o'tayotgan Paulo 2 milliard Amerika dollari dasmayisi bilan dunyodagi boylar tizimligida 6-o'ringa tizilgan. Hozir Paulo Microsoft shirkatidan ayrilib, Steven Spielberg bilan birlikda kino televiziya kasbi va Amerika kasbi basketbol atriti bilan birlikda Amerikacha futbol atritini yurishtirish tijorati bilan shug'ullanmoqda. Hamda turli xayr-saxovat ishlariga ko'plab qatnashmoqda. U yana fantaziyalik fan-texnik muzeyini qurganda sirt davlat olim tadqiqot turiga aktiv mablag' solmoqda. Talantli matematik deb nom olgan Bill Gates Harvard universitetiga kirganda Princeton universiteti bilan Yali universitetlarimo davlatlik o'qish mukofotiga yordam berish shakli orqali uningga chaqiriqnoma bergan. Ammo u eng oxirida Harvardni tanlagan hamda u yerda Steve Ballmer ismli yaxshi do'stim birini topgan. Paulo Elondan qolsa Steve Ballmer uning taqdirini belgilagan ikkinchi do'stiga aylangan. Steve Ballmer Harvard universiteti futbol atritining mayri bo'lishi bilan birga, u yana maktabning madaniyat jurnal tahrir bo'limining boshlig'i va maktab ichi axborot muxbiri edi. Harvard universitetida yotoqda yetib o'qish jarayonida u Bill Gates bilan buzilmas munosabat o'rnatgan. Keyin Bill Gates o'tir yo'lda o'qishda to'xtaydi. Lekin Steve Ballmer Harvard universitetini bitkizib 1980-yili Bill Gatesning taklifi bilan Microsoft shirkati ittifoqiga rasmiy qatnashdi. Steve Ballmer bilan Bill Gates ketmaydigan yaqin do'stlardan bo'lib, Bill Gates uningga cho'nqur ishongan. Hatto shirkatning barliq maxfiyatliklari ustida uning bilan birga muzokaralashgan. O'tganki 20 yil mobaynida Microsoft shirkatining setish xizmatiga Steve Ballmer mas'ul bo'lgan. 2000-yil xizmat natijasi gavlik bo'lg'achqa Microsoft shirkatining CEO yuqori darajalik ma'muriy o'rniga muvaffaqiyatli o'ltirgan. Bill Gates Lakeside o'rta maktabi va Harvard universitetida umrlik do'stlari Paulo Elon bilan Steve Ballmerlar bilan tasodifiy uchrashgan hamda dunyodagi eng kuchli korxona Microsoftni o'rtaq qurib chiqqan. Bill Gates ularning yordami bilan kompyuter shoyiga aylangan. Bill Gatesning ish izlari farzandlarini mashhur oliy maktablarda o'qitish orzusida bo'layotgan ota-onalarga oqilona sabab bo'lishi mumkin. Odatlikcha aytganda, mashhur maktablarning hammasi ziyoda talantlilar to'plashgan joy hisoblandi. Shunga ota-onalar farzandlarini jon-jahli bilan mashhur maktablarda o'qitish qo'ydi yurishdi. Ular bolalar faqat shunday maktablarda o'qisalar fursatga erisha oladi va jamiyatdan qabul tuta oladi deb qarashidi. Jamiyatga qadam bosganimizda turli-tuman foyda-manfaat sababidan haqiqiy do'stni tepishimiz ta'sga to'xtaydi. Selishtirib baqsaq, maktab hayotida o'rnatgan do'stlik eng mustahkam do'stlik hisoblandi. Ishlar mutlaq bo'lmaydi. Jamiyatmi buning aksicha bo'lgan misollar intayin ko'p. Koreyadami kishilarning o'rimtik sazovar korxonchilar, munavvar olimlarning hammasi mashhur oliy maktablarda o'qimagan. Ammo bu yerda ta'kidlaydiganimiz shuki, mashhur oliy maktablarda o'qib qabul ixtisos egalariga aylanganlarning nisbati odatdagi maktablarda o'qiganlarning nisbatidan yuqori bo'ladi. Sevimli azizlar, bugungi o'qishimiz mushakchi bo'lsin. Yana davomli o'qiymiz. Bill Gates qarorlik gazet jurnal o'qishdan sirt yana sayohat qilishga intayin erisman edi. Uning sayohat safaridagi bahonasi boshqalarga o'xshamaydigan bo'lib, u safar davomida nurg'un kitob o'qigan. Umuman mayli nimaga qiziqmasin, Bill Gatesning qiziqishi boshdan oxir kitob o'qishni markaz qilgan. U hamisha kompyuter mangu kitobning o'rnini ololmaydi. Chunki kitob kishilarga bir xil illiq va rozimanlik tuyg'usi elib keladi, deydi. Shunlash qo'yishga bo'lsa kompyuter sovuq qilmasdan, balki bir qancha payt kitob sovuq qilgan.
Bu her bir ata-onaning qalbining cho'nqur yerda saqlashga tegishli muhim ilhom. Kompyuter shoyi kitobning farzandlarini tarbiyalashdagi ahamiyatiga yuksak e'tibor berganligiga qarab, kitobda insonlarning aql-farosatining mujassamlanganligini, buningdan o'rganish va o'rnak olishimiz kerakligini ko'rib olg'ili bo'ladi. Bill Gates gerçi boy oiladan kelib chiqqan bo'lsa-mu, ammo uning hayot yo'li o'ngishli bo'lmagan. Maktab kirganda o'rganish natijasi a'lo bo'lsa-mu, biroq maktab turmushiga ko'nmagan. Maktabning qoida tuzumlari ko'nmaslik sababidan o'qituvchisi uning ota-onasini maktab ilmiy bo'limiga 3 qatim chaqirtgan. Bill Gatesning o'qish natijasi boshlang'ichning 6-yiliga chiqqanda bekka tushib ketgan. Oilasidagilar bilan aniq munosabatni saqlab qolishga imkoniyat bo'lmag'achqa, u bolalar psixologlarining davolashini qabul qilgan. Bill Gatesga 1 yil psixolog yetakchilik qilgan maslahatchi uni boshqa bolalarga o'xshash qoida tuzum ichida tarbiyalash hamda maktabning turli tuzumlariga majburiy bo'ysundirman deyish tamoman behuda bir ish deb qaragan. Shunlashqa u Bill Gatesning ota-onasiga uning xarakterini o'zgartiraman deb avor bo'lgandan ko'ra, o'zining orzusi bo'yicha taraqqiy qildirish taklifini bergan. Bill Gatesning boshqa sohalardagi tirishchiliklarga o'xshash, boshqa sohalardagi talantlilarga o'xshash jamiyatga moslashish iqtidori ozroq kamchil edi. Biroq u bankirlar oilasining yuzini to'kmaslik uchun kichkidan boshlab moliya boshqarishga moyir bo'lib qolmasdan, balki xili burunla savdogarlik kallasini hozir qilgan. Uning ustiga uning xarakteri boshqalar bilan o'xshamag'achqa, keyingi kunlarda muvaffaqiyatli holda Microsoft shirkatini qurib, dunyoviy zardorga aylana olishidagi muhim sabablarning biri bo'lishi mumkin. Bill Gatesning boy oila farzandlarining tayyorga yer bo'ladigan emgak natijasi bilan o'xshamaydigan yeri shuki, u xili burunla pul tepishga boshlagan. 1972-yili yozliq ta'til edi. U parlamentda ma'muriy yordamchilikni o'tayotgan mezgilda 5 sent dollarga nomzodlikdan tushib qolgan nomzodlarning faoliyat iznikini setib olgan. Uzoq qolmay bu iznek yig'ib saqlovchilarning yig'ib saqlash obyekti bo'lib qolgan. Bill Gates iznekni 25 sent baho bilan setib, nurg'un foydaga erishgan. Uningdan boshqa, Bill Gates to'liq o'tirdagi savoddoshi Paulo Elon bilan birga bir shirkatga berib ishlagan hamda ish haqi chiqim xotirasi yumshoq detalni yasab chiqib, nurg'un foydaga erishgan. Bill Gates 2-yili to'liq o'tirni bitkazgandan keyin maktabning ko'rsatishi bilan Harvard universitetiga o'qishga kirgan. Anlaşılan qaraganda ayni yillari u kompyuterga qizg'in ishtiyoq bog'lab qolmasdan, balki yana uning to'g'risidagi maktabda oz tepiladigan matematik talanti bor ekan degan gaplar tarqalgan. Hamda professorlarmi talant egasiga madhiyalarni o'qishgan. Bill Gatesning dunyoviy zardarga aylanishiga hamdamda bo'lgan mashhur maktabdagi esil do'sti. Har qanday odam kasbda muvaffaqiyat qozonish uchun faqat o'zgaga tayinib birishni ro'yobga chiqara olmaydi. Bill Gates'in buning sirtida emas. U dal Lakeside o'tir maktabi va Harvard universitetida o'zining taqdirini belgilaydigan esil do'stga uchragan. Lap atmay aytganda, Bill Gates'ning bugünkidek dunyoviy zardor va kompyuter shohiga aylana olishi maktabdagi chig'ida tutgan shu esil do'stining yordamidan ayirib qarag'ili bo'lmaydi. Umuman olganda, Bill Gates'ning do'stlari ko'p emas, lekin e'tirof qilishiga erishgan odam bilan cho'nqur ham samimiy do'stlik o'rnatadi. Shunlashqa uning atrofida o'zi bilan birlikda igilik tiklay samimiylik bilan yordam beradigan esil do'stlari va xizmatdoshlari bo'lgan. Bill Gates hayot yo'lida eng yuksak o'rinda turgan do'stini to'liq o'tir maktabda o'zidan 2 yil yuqori o'qigan Paulo Elon deyishga bo'ladi. Ayni chog'da Paulo kompyuterni xili sistemlik tushunadigan bo'lib, u Bill Gatesga kompyuter bilimlarini o'rgatganga qadar Bill Gatesning orzusi dadasiga o'xshashla mashhur advokat yoki olim bo'lish edi. Shu chog'lardan boshlablar ikkisi kompyuterini chuvib, qurashtirib yurgan hamda uzoqqa bormay birlikda yumshoq detal kasbini etish tayyorligini qilgan. Ikkisi to'liq o'tir maktabdagi tajribasini asos qilib, necha yildan keyin birlikda mashg'ulot qilgan hamda eng yaqin sheriklarga aylangan. Bill Gates Harvard universitetidan, Paulo Washington shtatlik universitetidan chekinib chiqib, 1975-yili ikkilan birlikda Microsoft shirkatini qurib chiqqan. Bill Gates Paulo Elonning o'ziga qilgan yordam ustida to'xtalganda mundaq deydi. 10 necha yosh vaqtlarim edi. Paulo menga kompyuter haqidagi nurg'un bilimlarni o'rgatdi. U yana hayotimni mikro bir taraf qilg'uchiga qaratishim to'g'risida ko'p nasihatlarni qildi. Men intayin talaylik ekanman. Yosh turibla shundoq samimiy do'st quchirdim. U menga o'zim qiziqadigan kasbni bayqashimga yordam berdi.
Mən kompüter tərəfindən bütünlәй iskencəyə elindim. Onundan başqa ata-anam mənə davamlı xəyrət berib rəğbətləndirib turdu. Bularning hammasi mənə nisbətən g'oyat zo'r omad hisoblandı. Bill Gates qilcha mubolag'a qilmasdan Pauloni umrdagi cho'ng omad deydi. Bill Gatesning ota-onasi hamisha imkon bor bolalarga o'zlarining gumoniy masalalarini o'tirib qo'ygan hamda savarchanlik bilan javob bergan. Shunglashqa Bill Gates maktab yoki oilada bo'lsin, hamisha turli masalalarni o'tirib qo'yishga odatlangan. Maktabda bo'lsa, Paulo ota-onasining rolini o'tab, uningga nurg'un masalalarni yechib bergan. Suyimli azizlar, do'st haqiqatan Allohningki bizga bergan muhim ne'matlardan biri. Xuddi qarindoshga o'xshashlar, yo qon beg'imiz yo'q yoki qondoshlik yo'q, ammo haqiqatan fidokor, ajoyib hayotimizda bizningki mayli moddiy, mayli ma'naviy har qaysi jihatlardan bek yaxshi bir hamrohimiz va yo'lanchigimiz bo'lgan do'stlarimiz bo'ldi. Shu turklarning bir duosi bor. Alloh iyilarni qarshilashtirsin deydi-ku. Men bek yaxshi ko'raman bu gapni. Haqiqatan muhim. Bolalarımızga duo qilganda har yerda yaxshi, isil, obdan odamlar bilan uchrashtirsin deb duo qilaylik. Bolalarimiz yesliga borganda yaxshi yeslida do'stlar bo'lsa, shunami? Maktabga chiqqan yaxshi maktabdoshlari bo'lsa, bizning yaxshi qo'shnilarimiz bo'lsa, yaxshi ma'lumlarga uchirsa, yaxshi insofliq do'kondorlarga, savdogarlarga uchirsak, bolalarimiz cho'ng bo'lganda yaxshi loyiqlarga uchirsa, oilasi yaxshi bo'lsa, bolalarini yaxshi tarbiyalasa, xizmatdoshlari yaxshi bo'lsa, demak, bu bek go'zal bir ne'mat haqiqatan. Bir qitim Bill Gates Paulo'dan so'raydi. Benzin mashinani qanday harakatlantirdi? Paulo savolni olgandan keyin uningga mashinaning harakatlanish prinsiplarini cho'nqur so'zlab berdi. Tafsiliy so'zlab berdi. Bill Gates o'zgacha mijozlik bo'lg'achqa so'raydigan savollar tugamaydi. Lekin u Pauloga gumoniy savollarni qo'yganda, Paulo savarchanlik bilan astoydil tushuntirgan. Shunlashqa ikkilan uzoq bo'lmaylar, eng yaqin samimiy do'stlardan bo'lib o'tgan. Eng oxirida ikkisi birlikda Microsoft shirkatini qurgan hamda yaxshi shirklardan bo'lib qolgan. Shundaqla Paulo Bill Gatesni dunyoviy zardorlik o'rniga chiqargan. Microsoft şirketining payida Bill Gates bilan Pauloning egillagan pay nisbati ayrim-ayrim holda 60% va 40% bo'lgan.